vichivaniya qilayotgan edi va boshida hammasi juda ham cho'tki ketayotgan edi va biroz yurishib g'or topishdi va bu g'orga kirishga qaror qilishdi va ikkala sherik g'or ichiga bemalol tushib ketaverishdi va ular g'or ichida aylanib yuraverib mana shunaqa ikkita tanlaydigan joyga duch kelishdi va ular bu yo'lni tanladi. Bu yo'lga borganlaridan keyin esa bu yo'l tupik ekan. Yetmaganiga ularning yo'lidan zombilar ham chiqib qolibdi va zombilar bilan ham o'yinchilar jang qilishibdi. Keyin o'yinchilar yana ham pastroqga, ya'ni yana ham chuqurroqga tushishga qaror qilishibdi. Yana ham pastga tushganlaridan keyin yer ostidagi temir yo'lni topishibdi va bu yerda lava ham bor ekan. Ular mana bu temir yo'lda mana bunday zinapoyalarni ham topishibdi. Zinapoya juda ham g'alati edi. Chiqadigan joyi bor, lekin ochiq joyi yo'q. Keyin ular temir yo'lni aylanishib mining qilishaveribdi. Ular biroz yurishib mana shunday yozuvlarga duch kelibdi. Bu yerda yozilishicha Billi bilan do'st bo'lishni xohlaysizmi? Shu joyda yaxshilab e'tibor bersanglar Billini ko'rishinglar mumkin. O'yinchilar endi sarosimaga tusha boshlashdi, chunki bu yerda yolg'iz emasliklarini bilib turardi. Ular mana shunday xuddi ataylab qurilgan xonadek turgan joyga yetib kelishdi va bu yerda Billini ko'rishadi. Bu o'yinchining sherigi uni shunchaki oddiy o'yinchi deb hisoblaydi. Biroz vaqtdan keyin sherigini internetda ishlamay qolib, o'yindan chiqishga majbur bo'ladi. Keyin o'yinchining bitta o'zi vichivaniya qilishga qaror qiladi va hamma yoqda Villi bilan do'st bo'lishni xohlaysanmi degan yozuvlar chiqaveradi. Hamma yo'qni o'rgimchaklar va o'rgimchak to'rlar bosib ketgan edi. O'yinchi Billining ortidan ta'qib qila boshlaydi. U ta'qib qilganicha hattoki tashqariga ham chiqib oladi. Lekin tashqaridan Billini topa olmaydi. Va shu payt